Jizzax viloyat ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan giyohvandlik moddalarini tayyorlash, sotish va saqlash bilan bog'liq qonunbuzarliklar ustidan qat'iy nazorat o'rnatilgan holda ish olib borilyapti. Shunga qaramay hech kim bilmaydi qabilida ish tutib o'z nafsi yo'lida og'u sotayotgan shaxslar uchramoqda. Sharof Rashidov tumanida yashovchi 47 yoshli fuqaro ham shular sirasidan desak xato bo'lmaydi. O'rta umumta'lim maktabida yosh avlodga ta'lim beruvchi ushbu shaxsning qilmishi fosh qilindi. Xususan, Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan o'qituvchi o'zi mehnat qilayotgan ta'lim muassasasi yonida 1 million so'm pul evaziga marixuana sotgan vaqti protsessual tartibda ushlangan. Tadbir davomida sotuvdagi 14 gram og'irlikdagi giyohvandlik moddasi daliliy ashyo tariqasida hujjatlashtirib olingan. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Viloyat ichki ishlar organlari xodimlarining giyohvandlik moddalar bilan bog'liq jinoyatchilikka qarshi kurashish va uning oldini olishga qaratilgan tadbirlari davom etmoqda.